Amerika hökuməti Şərqi Türkistanda Uyğurlarga qılınğan irqi qırğınçılıq səbəbli 2 Uyğur əməldarıga embargo yürgüzdi və Xitayning bir sun'iy aql şirkətini savdo qara tizimlikka kirgizdi. Amerika Maliya Ministerliyi 10 dekabr e'lon qilgan bayonotida Uyğur Avtonom rayonining sobiq raisi Shuhrat Zokir və muvaqqat raisi Erkin Tunyazning Uyğurlarni bostirishga qatnashganligi Xitoy SenseTime sun'iy aql şirkətining Xitoy hökumətini Uyğurlarning chiroyini farqlantira oladigan texnika bilan ta'minlaganligi o'tirib qo'yilgan. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bayonatçısı Margaret Xitoyda o'tirg'i chiqqan koronavirus bilan yuqumlanğuvchilarning 65%ning Yevropa rayonidan doklad qilinganligini bayon qilib, Yevropa intayin ig'ir, intayin mushkul yuqumning ichida. Uning mutlaq ko'p qismi Delta varianti dedi. Rossiya Tashqi ishlar Ministerliyi G'arb davlatlari bilan bo'lgan munosabatning halqiliq nuqtaga yetganligini e'lon qildi. Rossiya Tashqi ishlar Ministerliyi e'lon qilgan yozma bayonotida Rossiya, Amerika va G'arb davlatlarining munosabati baholandi. Bayonotda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika prezidenti Joe Bidenning 7 dekabr sin yig'ini orqali ko'rishganligi eskartilib, Amerika bilan bexatarlik suhbatining muhimligi ta'kidlandi. Bloomberg tori Amerika Biden hökumətinin aldınғы qatda Amerikaның chet eldən başqa elçixanalarga əvətgən elektronlu xatlarga erişkən. Bloomberg'ning xabar qilishicha, Biden aloqador organlarga klimat o'zgarishiga qarshi turish va dunyoning har qaysi joylarida qayta hosil bo'ladigan energiyaning ishlatilishini oshirish uchun chet eldan ko'mir zavodi va karbonni ko'p talab qiladigan turlarga federatsiyaning qo'llanishini vaqtincha to'xtatishga buyurgan. Amerikadagi Axios to'rining muxbiri Barack Ravet o'zining yaqinda nashr qilingan yangi kitobida Trump bilan o'tkazgan ziyaratining bir qismini oshkorladi. Trump ziyoratda Netanyahuga Bibi degan laqabni shiltib mundoq dedi: "Men Bibini yaxshi ko'raman, ammo men sadoqatmanligimni yaxshi ko'raman. Baydenni tunji bo'lib tabriklagan kishi Bibi edi. Uningga men hech kimni qilmaydigan ishlarni qildim, ammo u bir qo'rqinchli xatolik sodir qildi." Finlandiya hökuməti Amerikadakı Lockheed Martin şirkətindən 64 dana F-35 kurashchi aeroplani setib olganligini və bunun bilan havo flotini yangilaydiganligini e'lon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarının bayonotchisi Robert Colville kelgusi bir necha hafta ichida Sharqi Turkistondagi kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini e'lon qiladiganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Jeneva ishxonasida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Colville muxbirlarning 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni to'g'risidagi savollarga javob berdi.